bu, ne sabırlardan o'tgan bu. Shukronalarin ayta ayta mehrga yuz tutgan baxt bu. Oqibatda sharaflimiz, shu kunlarga biz loyiqmiz. Qarang qanday oilamiz, baxtlimiz, 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 baxtlimiz.
Allohimga ming bor shukr. Bugun barchamiz sog'u salomatmiz. Avvalambor assalomu alaykum. Mana shu fayzli to'yxonaga, mana shu dasturxon atrofiga yig'ilgan aziz mehmonlar, albatta o'zbekning o'zbekona to'yi, mana shu aziz mehmonlarimizga birdek muborak bo'lsin deb qolamiz. Bugungi to'yimizning asl sababchilari, qahramonlari, kelinimiz, kuyovimiz Sultonjon hamda mashhuraxonlar. Ularga biz baxt, saodat tilab qolamiz. Ilohim baxtli bo'lishsin. Bugungi to'yimizning sohibalari otajonimizga, onajonimizga to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Ilohim farzandlaringiz solih va soliha farzandlardan bo'lishsin. Mana shu davramizga hurmat bilan, ehtirom bilan albatta mana shu davramizga, mana shu dasturxonimizni ochib berish uchun Toshkent shahridan tashrif buyurgan eng yaqin insonlar nomidan Jumaboy Hoji tog'amizni davramizga hurmat bilan, ehtirom bilan chorlaymiz. Albatta mana shu bugungi to'y dasturxonimizni ochib berishlarini iltimos qilamiz. Albatta yuqorida ta'kidlab o'tgan insonimiz Jumaboy Hoji tog'ajonimizni yana bir bora davramizga hurmat bilan, ehtirom bilan chorlaymiz. Keling, marhamat. Albatta mana shunday o'zbegimning to'yi boshqacha. Avvalambor assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum, aziz mehmonlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugun bir necha vaqtdan buyon orzu qilib kutgan Umrzor jiyanimizni va kelinimizni orzu qilib kutgan kunlaridan biri. Qizimiz o'ziga yarasha juda keng bir xislatlarga ega. Ota-onasini hurmat qilgan, qarindosh urug'larini hurmat qilgan, ona-onalariga doim qadamlari bilan birga fayz olib kelgan qizimizni bugun baxt visol kechasining bir qismida yig'ilganmiz. Bugun Umrzor jiyanimiz bu davraga eng o'zini yuragiga yaqin insonlarni yig'ib, mana shu qiziga oq yo'l tilashga, baxt tilash uchun hammangizni shu bir ochiq dasturxonga taklif qilgan avvalambor jiyanimizga katta rahmat. Hammamizni hurmat qilib, shu yaxshi kunlariga sherik bo'lishga chaqirganligi uchun. Ilohim barchangizga, xonadoningizda fayz baraka bo'lsin. Mana shunday to'y tomosha bo'lsin. Endi bitta shu yerda begonasi yo'q, hammasi o'zimizning qarindoshlar, yurtdoshlar, qishloqdoshlar. Shu davrani esda qolarli qilib o'tkazish siz bilan bizning vazifamiz va burchimiz. Va kimki o'z xonadonida mana shunday yaxshi kunni, mana shunday baxtli kunni bo'lishini istasa, bugun shu qizimizga yaxshi xislatlarimiz bilan oq yo'l tilab, davrani qizitib, shu qizimizni hayotida bir yana esda qolarli kun qiladigan bir davra qilib berishimiz kerak. Shuning uchun davramizni juda odob bilan, mana san'atkorlarimizni san'atini hurmat qilib, ularni eshitib, bir-birimizni hurmat qilib, yaxshi davrani o'tkazish niyatidamiz. Dasturxonimizni ochib, noz-ne'matlardan olib, bemalol davramizni boshlanishiga o'z hissalaringizni qo'shasizlar degan umiddamiz. Jiyanimizga uzoq umr, sihat, salomatlik tilaymiz. Borgan joyidan baxt topsin, quvvali bo'lsin va lekin niyat bilan shu ishlarni Umrzor bilan kelinimiz bugun uyushtirgan bo'lsa, Alloh shu iltijolarini ijobat qilsin. Hammangizning xonadoningizda mana shunday fayz barakali yig'inlar bo'lsin. Rahmat, xush kelibsizlar. Dasturxonga marhamat. Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Otajonimiz aytganlaridek, to'y dasturxonimizni ochildi deb e'lon qilamiz. Oldimizdagi dasturxon ustidagi noz-u ne'matlardan olib o'tirishingizni so'rab qolamiz. Albatta, tashrif buyurgan aziz mehmonlarimiz yana muborak, xush kelibsizlar. Albatta, to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Albatta, men uchun emas, mana shu kelin kuyovlarimiz baxtli bo'lishlari uchun bitta chiroyli qarsak chalib qo'yasizlar. Qarsak bormi ekan? Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Albatta, qarsak chalgan qo'llaringizdan ko'rmasin deb qolamiz. Aziz mehmonlarimizni ko'p kutilmagan holatda davramizga chiroyli Alloh sohibi, yosh umidli ijodkorimiz Doston Ali Hazratqulov janoblarini davramizga tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. Yoshlarga rahmatimiz, tabriklarimiz, qo'shiqlarimiz kuzatuvchi atalamiz.
Şan seni sevaman yomon Gönlümdeki umitsem tuman Sen olmasay nima qilardim Yana qayta kelsam dunyoga Yana seni degan bo'lardi Olamizda bechor savdoga Yana borim chiqqan bo'lardi Yana qayta kelsam dunyoga Yana seni degan bo'lardi Olamizda bechor savdoga Yana borim chiqqan bo'lardi Shunchaki O'g'im keldi seni shunchaki Garchi sevginglar malikasi kelin poshshomizni chiroyli qo'shiqlar, chiroyli taronalar bilan davrimizga chiroyli qarsaklar bilan tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat. Odamlar, eshitmadim demanglar Ikki sevishgan qalbga to'yib bugun yor Xush kelasiz azizlar Dasturxonda ne'matlar Yeb ichib o'ynab kuling birga bo'ling yor Yuzlarida qaramasi yig'lab turar onasi Duo qilar dadasi kelin kelar yor Hamrohidir ibosi tark etmasin hayoti Duo bering bobosi kelin kelar yor İkki sevishgan qalbga to'yib bugun yor To'yingizda yor o'zim aytay yor
barchamizga hurmat bilan, ehtirom bilan chiroyli tabriklar uchun, samimiy dil izhorlar uchun qolaversa ilk chiroyli tabriklarimiz mana shu bugungi to'yimizning asl sababchisi kelin poshshamizning ammajonlarini, xolajonlarini hurmat bilan, ehtirom bilan davramizni to'riga, mikrofon qarshiga chiroyli tabriklar uchun chorlar ekanmiz. Albatta ammajonlar nomidan Dilbarxon, Dilafruzxon xolajonimizni, ammajonimizni albatta tezroq davramizga kirishlarini iltimos qilamiz. So'z o'rnida ta'kidlab o'tishimiz lozimki, bugun yaxshi insonlar to'y qilishmoqda. Shu sababdan aziz mehmonlarimiz juda ham ko'p, chiroyli tabriklarimiz bisyor, ajoyib sovg'alarimiz bor. Kimga chiroyli tabriklar, samimiy dil izhorlar bo'lsa, albatta bizga uchrashingizni iltimos qilamiz. Vaqtimiz chegaralangan, vaqtdan unumli foydalangan holda yuqorida ismlari ta'kidlab o'tgan insonlarimiz, ammajonimizni, xolajonimizni, qolaversa to'yboshimiz mana shu to'yimizning sohibasi onajonimiz Dilfuzaxon onajonimiz bilan birga ammajonimizni, xolajonimizni tezroq kirishlarini iltimos qilamiz. Farzandlar o'stirgan niyatlari oq, bir umr mehnatdan qo'llari qadoq, 60 ga kirmasdan sochlari oppoq, otangni sevmasang kimni sevasan? Barcha bolasini birdayin suygan, sahardan non yopib sochlari kuygan, yeb turgan oshini senga ilingan onangni sevmasang kimni sevasan? Albatta vaqtimizga otajonlarimiz, onajonlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Mana chiroyli tabriklarni ammajonlarimizdan, xolajonlarimizdan eshitib qolar ekanmiz. Qani Dilfuzaxon onajonimizni ham davramizga chorlaymiz. Assalomu alaykum, marhamat. Mana bugun singlim Mashhuraxon men senga baxt tilayman. Harakat qila qolsa, ish to'ylarga o'tiraylik. Kuyovimiz Sultonbek bilan baxtli hayot kechirgan. Sizga beraman. Albatta chiroyli tabriklar, samimiy izhorlar uchun tashakkur izhor etamiz. Qani onajonimiz bugungi to'yimizning sohibasi ammajonimiz bilan birga davramizga kirishlarini iltimos qilamiz. Qani ammajonlarimiz, kelinglar, umringlar uzoq bo'lsin. Chiroyli tabriklar, samimiy izhorlar uchun yana bir bora davramizga chorlaymiz. Yuqorida ismlari zikr etilgan insonimiz. Ming bo'lakka bo'lib dunyoni tug'ilgandan baxtni izlaymiz. Qo'llaridan tutib ro'yoni, atrofda baxt ba'zan bilmaymiz. Baxtlar bilan bezatilgan taxt, Xudoyimga yetsa bas zoring, kimdir seni sog'insa shu baxt aslida dunyoda boring. Kimlarnidir sevib, sog'inib, intizorda uni kutganing, baxt aslida tomog'ing bilan shu bir qiltum suvni yutganing. Hamma yerda baxtlaring sochiq. Bahorlardan go'zallik yiqqan baxt emasmi? Ko'zlaring ochiq, osmonga boq, ko'kka oy chiqqan. Senga yana nima yetmaydi, hattoki baxt yelib tolmoqdek har kimga ham nasib etmaydi tongda turib nafas olmoqdek. Albatta kelinglar ammajonlarimiz, albatta mana va nihoyat ko'rinish berdilar. Chiroyli tabriklar uchun, samimiy izhorlar uchun shaxtam qadamlaringlar mana davramizga kelmoqdalar. Onajonimizni, bugungi to'yimizning sohibasi, kelinimizni, onasimizni ham davramizga kelishlarini iltimos qilamiz. Chiroyli tabriklarni qabul qilib olish uchun. Kelinglar ammajonlar, bu chekada turmaymiz. Umringlar uzoq bo'lsin. Albatta aziz mehmonlarimiz kutib qolishdi. Assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin. Ammajonlar, umringlar uzoq bo'lsin. Qani ammajonlar ko'rinish bersinlar. Albatta xizmatda yurganlardan iltimos qilamiz. Ammajonimizni o'zlarini yolg'iz qoldirmaymiz. Onajonimiz qanday, onajonimizni ham davramizga chorlaymiz. Chiroyli tabriklarni ammajonlarimiz, xolajonlarimizdan qabul qilib oladilar. Marhamat. Assalomu alaykum aziz mehmonlar, mezbonlar. Xush kelibsizlar. Mana bugun biz ukam Umurzoqov va kelinim Dilfuzalarning xonadonida aziz qizlar Mashhura singlimning turmushga berish arafasida o'tiribmiz. Mana shu tantanaga kelganlaringiz uchun hammalaringizga minnatdorchilik bildiraman. Avvalambor Alloh shularni
vaqtini bersin, singlimni borgan joyda to'shday qolsin. Singlim mashhura, Alloh seni o'zi qo'llasin. Borgan joyda chaqar, og'zi mahkam kelin bo'lishingni tilayman. Qaynonangni yaxshi ko'rgan kelin bo'lishingni istayman. Ularni sen haqingda faqat yaxshi gaplar, yaxshi maqtovlar eshitishni niyat qilib qolaman. Vaqtingni bersin, borgan joyda to'xtay qolsin bugun. Hurmatli aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Bugun ukajonimning qizining to'yi ekan. Hammalaring sog'-salomat bo'linglar. Xush kelibsizlar to'yga. Mana singlim baxtli bo'lsin. Borgan joyda o'g'li qizi ko'p bo'lsin deb. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Kelin-kuyovimiz baxtli, saodatli, uvali bo'lishsin deganlar. Bitta chiroyli qarshi chalib berasizlar. Rahmat, umringlar uzoq bo'lsin. Mana shu ammajonlarimizni, xolajonlarimizni chiroyli tabrikka chiqqan mehmonlarimizni, mezbonlarimizni chiroyli qarshi olgan mana shu onajonlarimizni, yangi ko'ylak kiygan, qorni to'ygan mana shu opa-singillarimizni barchalarini davramizga chorlaymiz. Chiroyli qo'shig'iga xirom aylab berasizlar. Albatta, to'ylar, yaxshi kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Rahmat. Marhamat, barchani davraga taklif etamiz. Aylanib qadriga kelamiz birga yoningda metin kelmas bayroq qimiriq sanatga ayladik sanat ayladik mening yuragimga joyladik qo'ymas ayladik sanat ayladik mening yuragimga
İkramıda ötleyen sözleyiş Nakıyle salması gitmezleyiş İkramıda ötleyen sözleyiş Nakıyle salması gitmezleyiş Sıçra aşık sevgisiyle okşamaz Sağlıklı sadamatlı kızleyiş Sıçra aşık sevgisiyle okşamaz Sağlıklı sadamatlı kızleyiş Aylar kulüp muhabbetin koduna İkimizin yanlarımız başkaca Kıynaşıp laflarımız dağda Umut yerimiz başkaca Aylar kulüp muhabbetin koduna İkimizin yanlarımız başkaca Kıynaşıp laflarımız dağda Umut yerimiz başkaca Hayat yine izlerimizden bakıp Aşkın
xonadonasi sohibi otajonimiz, albatta Umrzoq otajonimizni sinfdoshlar nomidan Shavkatjon hamda Go'zalxon opamizni hamda akajonimizni hurmat bilan, ehtirom bilan davramizga shonlaymiz. Qolaversa, otajonimizni bugungi to'yimizning sohibi Umrzoq otajonimizni ham davramizga shonlaymiz. Qolaversa, tabrigimizni juf qilgan maqsadda davramizga mikrofon qarshiga hamkasblar nomidan Qurbonjon, Shuhratjon, Ismoiljon akalarimizni ham chiroyli tabriklar, samimiy izhorlar uchun davramizga shonlaymiz. Albatta, yuqorida ismlari zikr etilgan insonlarni tezroq davramizga kelishlarini iltimos qilamiz. Xizmatda yurganlardan so'rab qolamiz. Albatta, otajonimiz Umrzoq otajonimizni ham davramizga hurmat bilan chorlaymiz. Marhamat. Kelinglar, marhamat. Ko'rmasam ko'nglim hayron. Erta yutamsi inson himmatim siz onajon. Bolam deb rizq topganim, to'rt tomonga chopganim, bu dunyodan topganim, savlatim siz onajon. Rizqim xatolim terilgan, yurakka berilgan o'g'lim bor deb kerilgan, savlatim siz onajon. Albatta, yuqorida ismlari zikr etilgan insonlarimiz, hamkasblar, sinfdoshlar, kelinglar. Umrzoq otajonimizni hamda bugungi to'yimizning sohibasi onajonimizni hamda kelinimizni ham davramizga yaqinroq kelishlarini iltimos qilamiz. Kelinglar, marhamat. Onajonimiz qanday? Albatta, kelin poshshomizni onajonlari kelinlari bilan birga, qizlari bilan birga davramizga kelishlarini iltimos qilamiz. Umringiz bo'lsin, to'ylar, yaxshi kunlar yana bir bora muborak bo'lsin. Chiroyli qo'yib qo'yasiz. Keling, onajonimiz keling. Albatta, vaqtimiz chegaralangan. Keling, onajon, albatta, umringiz bo'lsin. Mana shaxtam qadamlarida kelmoqdalar. Avvalambor assalomu alaykum, to'ylar muborak bo'lsin deb qolamiz. Eng yomon kuningiz ham mana shu aziz mehmonlar, mana shu yaqin insonlar bilan o'tishlik nasib etamiz. O'zi aytishadi-ku, yer dumaloq oshna mayli yugurishar. Mol dunyoni shoshman mayli qoplab top. Yuragingni qiynar ekan istirob, alam, nega, nimaga, nima uchun deysan. Qadrli otajoningni, mehribon, mehr bulog'ing onajoningni topa olmaysan. Suluv qora ko'zda nozik qarashma, mansab, boylik, obro' hech ham talashma. Begona ko'ksiga qo'yib boshingni erkanan olmaysan oshna, qadrli otajoningni, mehriboning, mehr bulog'ing onajoningni topa olmaysan. Aka, uka, opa, singil, jigar bari. Bitta otang, bitta onang o'rnin bosolsa qani. Bir kun kelar, ey Xudo kechir men nodon sho'rlik bandani. O'sha kun kelganda na otajoningizni, na onajoningizni topolmaysiz. Onajonlarimiz shu bitta chiroyli qarsak chalib berasizlar. Qarsak bormi ekan? Rahmat, umringiz uzoq bo'lsin. Farzandingizni bag'ringizga bosib bir quchoqlab qo'yasiz. Albatta, baxtlar tilab, umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu onajonimizni hamda mana shu farzandlarini, kelin poshshamizni, Umrzoq otajonimiz bilan birga davramizga chiroyli qo'shiqlarga, oilaviy raqslarga tashrif buyurishlarini iltimos qilamiz. Albatta, to'y-to'ydek bo'lsin, echki bo'lsa ham qo'ydek bo'lsin deyshadi. Endi onajonimizni davramizga chorlaymiz. Mana shu farzandlari bilan chiroyli, mana shu esda qolarli lahzalarni video tasvirlarga muhrlab qo'yishadilar. Yana bir bora to'ylar, yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Marhamat. Bizler
tinglardan minnatdormiz albatta. Mana shu davramizga to'y boshlarimizdan iltimos qilamiz bironta yosh katta nuroniy insonimizni davramizga yaqin olib kelishlarini, bugungi to'yimizga o'z yakun yasaymiz. Kelin-kuyovimiz baxti uchun musulmonchligimizga binoan bir chiroyli duolar bilan bugungi to'yimizga o'z yakun yasaymiz. Albatta keling, mana otajonimiz, hoji otamizni davramizga chorlaymiz. Chiroyli duolar bilan bugungi to'yimizga o'z yakun yasaymiz albatta. Mana shu yoshlarimiz baxtli bo'lishsin deb niyat qilamiz, duo qilamiz. Keling, marhamat. Bugungi yakun yasaymiz, ha? Shunaqa bo'ldimi? Avvalambor san'atkorlarimizga katta rahmat. Charchamagan bo'lsa bo'ldi. Xush kelibsizlar. Kelin-kuyov baxtli bo'lsin. Hammani shunaqangi to'yga yetishsin. Boshimiz to'ydan chiqmasin, yurtimiz tinch bo'lsin. 2 yosh baxtli, saodatli bo'lsin. Yaxshi kunlarda doim birgalikda shu to'ylarida birga yurishlikni Allohim nasib qilsin. Amin. Allohu akbar.